Leksiyimizi davamlaştırmaya hürmetli vatandaşım. İntayın ciddi. Haberinin mavzu şunda koyulgan iken ben şunda tercüme kıldım. İntayın ciddi. Cenubi Deniz, Amerika Cungo uğraşıdığan xatarlik rayın bulup kalıdı. Mavzulu haber 3. ayın 25. günü Tayvan Merkezi Agnetliğinin haberi de görüştüldü. Bu haber şu ki ön bir tarbiyetiga yetkeldi. Haber mındak başlar. Amerika Cungo sodasida 301. madde boyunca Cungo'nun soda kılıklarını tekşürüşünü yolga koyup 60 milyard ap görüsüde import mallarıga bajı koyuşunu karar kılganda Cungo tehdisilip qattiq zarba beradiganligini aytdi. Tahlilchilar mundaq ogohlantirdi. Prezident Trumpning savdo tijoratda Jungoga qiyinchilik tug'dirishi texmi. Bu birinchi qadam. Bu birinchi qadam. Yana boshqa tadbirlar bo'lishi kerak. Janubiy dengiz intayin nozik bir masaladir, muammodir. Jungo Amerikaning mastin belgilik qovlug'uchi parxod avatib Mejichao hadatashlarga 12 mil dengiz yaqinlab kelganligiga qattiq norozilik bildirdi. Mutaxassislar Amerikaning Janubiy dengizda namoyish qilishiga Jungo borgan sari sabr toqat qilolmay qoldi deyishdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo bilan Amerika savdo urushi qilishga tayyorlanayotgan bir paytda tahlilchilar mundaq ko'rsatdi, kechiringlar. Navbati Janubiy dengiz vaziyati intayin jiddiy. Xatarning garbegida turibdi. Ozodlik armiya balki Amerika armiyasining u yerda ig'vogarchilik qilishiga yo'l qo'ymaydigandek turdi. Ko'plagan matbuotlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika dengiz armiyasining mastin belgilik qo'g'lug'uchi parxodi 23 kuni Janubiy dengizda qatnash erkinligini namoyish qildi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Ringo Chang bu to'g'rida suhbat bayon qilib, Amerika tarafining bundaq qiliqlari ikki taraf askariy kuchining yaqin oraliqda uchrashishini keltirib chiqarib, havoda, dengizda tuyuqsiz vaqa paydo bo'lishi mumkin. Bu harakat Jungo tarafga eg'ir bir holda siyosiy, harbiy ishlar bo'yicha ig'vogarchilik qilganlikdir. Tadqiqotchi shanganlik Lipeng mundaq tahlil qildi. Amerika dengiz armiya parxodi bu orolga ko'p qatam yaqinlab keldi. Ozodlik armiyaning javob berishi o'sha darajaga yetdi. Lipeng mundaq ko'rsatdi. Mening faraz qilishimcha, navbatda Jungo va Amerika harbiy taraf Janubiy dengiz intayin xatarli fasilda turibdi. Lipengning deydi tahlil qilib, Jungo va Amerika harbiy taraf ikki davlatning harbiy kuchlari hozir Janubiy dengizda intayin xatarli bir fasilda, bir chegarada turibdi. Yana bir xabar hurmatli vatandoshlar. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri qattiq ifoda bildirib, Amerika maqsadga yetmasa baj elishni boshlaydi dedi mavzuli xabar. 3. ayning 26 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Moliya ministrligining ministri Steven Mnuchin 3. ayning 25 kuni mundaq dedi. Prezident Trumpning Jungodan import qilgan to'g'ri tamoyda beji qo'yish hargaz quruq tera taraxtish emas. Minister Mnuchin Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Biz tamoyda beji elishni yo'lga qo'yamiz. Biz hozir qo'l silib ishlayapmiz. Mundaq ifoda bildirish Amerika Jungo ikki davlatning o'rtasida savdo urushining haqiqiy portlaydiganligining alomati deyishdi. Yana bir tarafdan Mnuchin mundaq ko'rsatdi. O'xshashli vaqtda Amerika hozir Jungo taraf bilan suhbat o'tkazyapti. Qani kelishim hosil qila olamdik yo'q
O ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Xuddi prezident Tramp ko'rsatgandek, kelar yil savdo qizil raqamini 100 milliard dollarga tushirishimiz kerak. O'ttirdi kelishim imzolashni ehtiyotkorlik bilan umid qilaman. Agar kelishim imzolay olmasak, biz boj elishni boshlaymiz. Hargiz to'xtatib qo'ymaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp shunday ayning 23-kuni savdo jazolash tadbirini jaqalagandan keyin ikki davlat o'rtasida yana maslahatlashish vaqti bor edi. Balki bu vaqt ikki davlat umumyuzlik savdo urushi boshlashdan saqlanishning eng oxirgi suhbat fursati edi. Hozirgacha bo'lganda Amerika Jungo ikki tarafning qilchimi bir-biriga yo'l qo'yish alomatlari ko'rilmadi. Boshqa xabarda hozir yo'l qo'ydi Jungo deyildi, to'rbetdiki, to'r filmlarida Jungo murassaga keldi deyildi. Endi ma xabarda hozirgacha Amerika Jungo o'rtasida bir-biriga yo'l qo'yishning alomatlari ko'rilmadi. Amerikada paychak bahosining tushib ketganligi to'g'risida Mo'chem mundaq dedi. Tamoyni beji elish Amerika iqtisodiga cho'ng ta'sir ko'rsatdi deb qaramayman. Paychak bozorda chiqish bo'lib turdi, tushish bo'lib turdi. Prezident saylimidan beri paychakning bahosi ko'p qatim o'rladi, ko'p qatim tushdi. Adil savdo uzun muddatdan aytganda Amerikaning iqtisodiga foydali. Savdo adil bo'lish kerak. O qo'shimcha qilib mundaq ko'rsatdi. Biz bu masalani qandoq bir taraf qilish va qandoq usul bilan bir taraf qilish masalasida izchil ehtiyotkorlik bilan ish ko'rib kelyapmiz.